X7ni qorasidan charchaganlarga oppoqqina X7ni 29 ming degan probegi juda qiziq ekan. Oppoq va полный night paket. Mana farasiga ahamiyat bering. Такой lazer farada. Aynamash fara ancha qimmat turadi. Polный body kitlarda ham ko'ryapsizmi? Mashina juda ham istarali, juda ham chiroyli turibdi. Tepada ham spoilerlar bilan mashina shu darajada ochilgan edi. Saloni qora salonli ekan, tiniq holatda. Salon holati ham, kuzov holati ham tiniq. Harman Kardon akustika sistema, M-paket, head-up display, xrustalli joystiklar, jestlargacha bor. Bundoq barmoqda balon past qiladigan. Sky lounge-lari bor, head-up display, xullas tiniq mana. Salon holatlari, kuzov holatlari. Top toza 29 ming probeg 2019-yil Srochniga 82 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi, ko'ndirali. Bosib yuboring, X7 qarang.